Ikki xil marketologlar bor. Ikkalasini ham tajribasi deyarli bir xil, qilinadigan ishi deyarli bir xil va instrumentlari deyarli bir xil. Lekin ikkalasini ham daromadi har xil. Birinchisi $400, $500, $1000 daromad qiladi. Har kuni ertalabdan kechgacha ishlaydi. Doim klientga ketib qolmasligi uchun harakatda va agar qanaqadir klient ketib qolsa panikaga tushadi. Sababki ertaga o'zining xarajatlarini qoplamay qolishi mumkin. Ikkinchi turdagi marketologlar bor. Ular daromadi ham ancha yuqori, kam mijozlar bilan ishlaydi. Stress ishida kam va qilayotgan ishining natijasiga ko'proq harakat qiladi. U mijozlarni yo'qotib qo'yishdan emas, mijozlar uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Bugungi videoda aynan shu ikkovini farqini ko'rib chiqamiz. Birinchisidan ikkinchisiga o'tish uchun nimalar qilish kerakligini va unga o'tish uchun 4 ta yo'lni ko'rib chiqamiz. Mana shu 4 ta yo'lda har birini baholab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Videoning oxirida siz o'zingizga aniq roadmap olasiz, qanaqa qilib birinchi turdagidan ikkinchi turdagiga o'tishga va qanaqa qilib shu 4 ta yo'ldan qaysi biri sizga mos tushishini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Bu 4 ta yo'lda biz foydaliligi, ya'ni qancha ko'p foyda qilish mumkinligi, scalability-ligi, ya'ni qanchalik kengaytirish mumkinligi, riskini va sizga beradigan vaqt erkinligini hamda qanchalik qiyinlik darajasiga ko'ra baholab chiqamiz. Bundan to'rovidan bittasini o'ziga tanlashingiz mumkin bo'ladi. Video taxminan 20-30 daqiqa davom etadi. Shunaqa ekan, bemalol o'rnashib olib, xotirjam ko'radigan vaqtingizda ko'ring. Undan oldin esa biz siz bilan qilib olishimiz kerak bo'lgan ma'lum bir qadamlar bor. Keling shulardan o'tamiz. Birinchi qadam audit va pozitsiyalanish deb nomlanadi. Ya'ni bu bosqichda siz o'zingizni audit qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, hozir nechta loyiha bilan ishlaysiz? Ideal holatda nechta loyiha bilan ishlashingiz kerak? Qilayotgan loyihalaringizga nech pul va qanaqa modelda summa olasiz? Ya'ni ularga nima offer qilasiz? Nech pul evaziga? Xo'p, bunda bizda asosiy 4 ta savol bor. Birinchi savol: hozir qanaqa bizneslar bilan ishlaysiz? Ya'ni misol uchun kichik bizneslar, katta bizneslar, mahalliy bizneslar yoki bo'lmasa faqat tanish bilish orqali paydo bo'lgan nima desa bo'ladi, mutaxassis, ya'ni xizmat ko'rsatuvchilar bilan. Ikkinchi savol: hozir qanday ulardan daromad qilasiz? Ya'ni oylik sifatida ishlaysizmi yoki bo'lmasa fiksirованный summa olasizmi yoki qanaqadir KPI evaziga ishlaysizmi? Uchinchi va eng muhim savol: siz bu mijozlarga qanaqa natija berasiz? Masalan, deylik, bitta marketolog ishlatyapti-da, lekin unga misol uchun $1000 oylik to'layapti yoki $500 oylik to'layapti, lekin undan olayotgan qiymati shu summadan, shu summada emas. Ya'ni aynan qanaqa qiymat berayotganingizni tushunib olishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi savol: siz yangi mijozlarni qanaqa jalb qilasiz? Ko'pincha holatda freelancerlar yoki bo'lmasa marketologlar faqatgina referal, sarafan orqali kelgan mijozlar bilan ishlaydi va ularni boshqara olmaydi. Mana shu 4 ta savolga birinchi o'rinda javob topishingiz kerak. Ko'p hollarda nima yuzaga keladi? Ko'p hollarda mutaxassislar hamma ishni qilaman, ma'lum bir summa evaziga degan tushunchaga keladi va fiksirованный oplatada ishlaydi. Ko'pincha misol uchun bitta mutaxassis loyiha bilan uzoq muddatda ishlaydi. Masalan, ba'zi bir holatlarda u ko'p daromad olib kelib bergani uchun emas, ko'p odamni ishini qilgani uchun. Masalan, target ham yoqib beradi, kontent ham yozib beradi, videolar montaj qiladi, PM ishini qiladi. Ya'ni mana shu ishlarni qilgani uchun ko'p nima desa bo'ladi, odamlar to'lashga tayyor bo'ladi, ko'proq to'lashga tayyor bo'ladi. Va bu tabiiyki, misol uchun mutaxassisda vaqti yetmay qoladi. Yoki bo'lmasa juda ham ko'p loyihalar bilan ishlashga to'g'ri keladi-da, ularga ham vaqti yetmay qoladi. Endi agar o'zingiz audit qilib bo'lgan bo'lsangiz, o'zingizni qaysi kategoriyaga kirishingizni bemalol tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi bosqichda siz o'zingizni offeringizni va o'zingizni pozitsiyangizni qayta injener qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nima degani? Siz o'zingizni audit qildingiz, endi loyihalarga, bizneslarga beradigan taklifingizni ozgina o'zgartirishlar kiritish kerak. Masalan, ko'pincha freelancer, marketolog, targetolog soha vakillari task sotishadi. Ya'ni, misol uchun reklamalarni boshqarish yoki bo'lmasa kontent yozish, ya'ni qilinadigan ishni sotishadi va shu uchun misol uchun fiksirованный oplata olishadi. Bu yaxshi, yomon emas, lekin agarda siz kattaroq chekka yopmoqchi bo'lsangiz, scale qilmoqchi bo'lsangiz, bunda siz taskni emas, natijani sotishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, target yoqish emas, leadni, misol uchun sifatli leadni soni yoki bo'lmasa sotuvni soni, yoki bo'lmasa misol uchun agar kontent yozish emas, obunachilar soni, keladigan obunachilar soni va sifati. Shu kabi vazifani emas, natijasini sotishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Endi natija sotayotganingizda albatta buni o'ziga yarasha risklari bor, o'ziga yarasha mehnati ham ko'p. Ya'ni misol uchun siz ishni yaxshi qilsangiz, natija yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Yomon qilsangiz, daromad qilmasligingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha ham 3 xil narxlash modeli bor. Birinchisi flat fee, ya'ni tekis fiksirованный oplata. Qaysiki biz gaplashganimizdek bu uncha emas, chunki misol uchun fiks olgandan keyin odam ba'zida qilgisi kelmay qolishi mumkin, freelancerda kuzatiladigan holat.
Chunki siz fiks olganingizda, misol uchun miyangiz qanaqa ishlaydi, hozir bu loyihani ishini qilish bor va undan tashqari yangi loyiha olish bor. Ko'pincha odamlar ikkinchisiga qarab yurib ketib qoladi va bu xato. Endi ikkinchi turdagisi bor, bu 100% flex, ya'ni misol uchun o'sha har bitta qilinadigan nima desa bo'ladi, shartnomadan yoki bo'lmasa har bitta qilinadigan sotuvdan yoki bo'lmasa har bitta olib kelingan liddan o'zingizni daromadingizni olishingiz mumkin bo'ladi yoki har bitta olib kelingan sotuvdan, unda farqi yo'q. Uchinchisi bor, bu ham fixed bor, undan tashqari KPI bor. Bunda riskli diversifikatsiya bo'ladi. Ya'ni misol uchun o'sha biznesga ham qanaqadir sizni oplatingizni qanchadir summasini oklad tarzida, ya'ni fixed holatda beradi. Bundan tashqari ma'lum bir qismini KPI holatda olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu uchala holatda ham o'ziga yarasha plyus minuslari bor. Misol uchun agarda siz fiksga loyiha oladigan bo'lsangiz, u doim ketib qolmasligi uchun misol ko'p harakat qilishingizga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa ketib qolishdan qo'rqib nima desa bo'ladi, ishlashiga to'g'ri keladi. Chunki sizdan arzon doim offerlar chiqadi u odamga. Ikkinchi modelimiz bu revenue share model. Bu juda ham ustuvchi model. Odamlar sizni qo'l o'rgisi kelmaydi agar yaxshi rezultat qiladigan bo'lsangiz. Faqatgina bu o'sha o'zining riski bor, daromadligi bor. Agarda siz endi boshlayotgan odam bo'lsangiz yoki bo'lmasa misol uchun juda ham kapitalingiz bo'lmasa, unda siz ham fiksa ham revenue share modelga o'tishingiz kerak. Shunda misol uchun ma'lum bir qismini fixed holatda olasiz, ma'lum bir qismini yaxshi ishni bajarganingizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Bu narxlash strategiyasi. Men maslahatim ikkinchi va uchinchi bo'yicha narxlashga sekin o'tishingiz kerak o'z loyihalaringizda. Xo'p, keyingisi klient generatsiya qilish tizimi. Ko'p hollarda mutaxassislarda ham, ba'zi bir agentliklarda ham o'ziga o'zi mijoz generatsiya qilish tizimi yo'q. Nima bo'ladi? Asoschini 10-15 ta tanishi bor, o'sha 10-15 ta tanishi keladi, o'sha 10-15 tanish orqali kelgan klientlar bilan ishlab yuraveradi. Siz o'zingizga klient generatsiya tizimini qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, siz raz marketing uslubi sotyapsizmi, qanaqa o'zingizga o'zingiz klient generatsiya qila olmasligingiz mumkin. Buni har xil yo'llari bor. Masalan, birinchi o'rinda KPIlar bilan boshlashingiz kerak. Misol uchun, bu oy men 10 ta stretch qilaman, 10 ta odamga taklif beraman. Uni taklif berish uchun ikki xil marketing bor bilamiz. Birinchisi outbound marketing, ikkinchisi inbound marketing. Ya'ni outboundda siz odamlarga o'zingiz chiqishingiz kerak bo'ladi. Direktdan yozasiz, ya'ni sizni offeringiz juda ham mos keladigan odamlarga o'zingiz chiqasiz. Ikkinchisi o'sha o'zingizni offeringiz chiroyli upakovka qilib turib, uni marketing qilasizda, unga odamlar yig'ib kelasiz. Men ikkinchisini tarafdoriman va buni siz stabil ravishda qilishingiz kerak bo'ladi. Endi to'rtinchi bosqich bu o'ljasi bo'ladigan delivery, ya'ni siz xizmat ko'rsatayotgan odamingizga har bitta qilayotgan qadamingizni va uni natijasini raqamlarda ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha holatlarda klientlarga o'sha natijani ko'rsatib berish tugul qilayotgan ishni ham ko'rsatib berishmaydi. Shuni hisobidan men shu narsaga shuncha pul to'layapman degan unda tushuncha paydo bo'ladi. Agarda siz kunlik hisobotlarda, oylik hisobotlarda chiroyli qilib, cho'tka qilib yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, sizda klientlar ishlashi, misol uchun LTVs ko'payadi va qiymat olayotganini tushunadi. Endi bu yoqda gap misol uchun ishdan ham ko'ra ko'proq munosabat bilan, o'sha mijoz bilan bo'lgan munosabatda ketadi. Chunki har kuni hisobot olingani degani bu har kuni ish bajarildi deganga teng keladi. Hisobot olinmadi, bajarilmadi degan bilan bir xil bo'lishi mumkin. Klient nazdida. Va nihoyat yuqoridagilarni qilib bo'lganingizdan keyin endi sizda 4 ta yo'nalish paydo bo'ladi. Yo'nalish tanlash qismiga yetib keldik. Bu yo'nalishlarni birma-bir ko'rib chiqamiz siz bilan. Har bir yo'nalishda o'zimning o'quvchilarim bor, misol uchun yaxshi natijalar qilishgan, zo'r natijalar qilishgan. Birinchi yo'nalish bu premium freelancer. Ya'ni siz o'z xizmatlaringizni qimmatroq narxda sotishingiz mumkin. Ya'ni ehtiyoji ko'proq bo'lgan mijozlarga sotish evaziga. Misol uchun sizda lead generatsiya uslugingiz bor. Lead generatsiya uslugingiz ba'zi bir loyihalar bor. Ularga juda ham unaqa katta xizmat qilmaydi. Misol uchun deylik qanaqadir brend bilan ishlaydigan platformalar bo'lsa, deylik trade marketing bilan shug'ullanish kerak bo'lgan loyihalar bo'ladigan bo'lsa, misol ishlab chiqarish, distributsiya bilan ishlaydigan bo'lsa, unda siz lead generatsiya unaqa katta qiymat yaratmaydi. Lekin qaysidir holatlarda, masalan, klinika bilan yoki masalan xususiy maktab, shunga o'xshaganroq nishalar bilan ishlasangiz, sizni lead generatsiyasiz u yoqqa klient potok to'xtab qoladi. Shuni evaziga siz aynan o'zingizni loyihangizga juda ham kerakli bo'lgan holatda yo'nalishingizni tanlashingiz kerak va o'shalarga taklif qilishingiz kerak. Endi faraz qiling, misol uchun bitta biznes sizni loyihangiz, sizni ishingizni samaradorligiga qarab turgandan keyin sizga to'laydigan puldan ular hech qachon tejab qolmaydi. Ya'ni xizmatingizning narxini premium holatda uzoqroq muddatdagi, misol uchun 3 oylik, 6 oylik
okladni bittada olgan holatda sotishingiz mumkin. Nimaganda 3 oy 6 oy sotish kerak, sababki 3 oy 6 oy bo'lmasa birinchi oyda rezultat ko'rsatish qiyin. Premium siz narxlaganingiz hisobidan shuncha pul to'ladi, mablag' bo'lmayapti degan xulosaga kelish mumkin. Vaholanki bir oyda, конечно, rezultat unaqa wow bo'lmaydi hech qaysi yo'nalishda. Xo'p, buni yaxshi tomonlari nima? Yaxshi tomonlari foyda 5 dan 3, scalability 5 dan 2, sababiki siz o'zingizni ko'paytirib qo'yamiz. O'zingizni ko'paytirib qo'ymaganingizdan keyin har bitta klient bilan individual ishlashingizga to'g'ri keladi. Individual ishlaganingizda tabiiyki vaqtingiz chegaralangan. Xo'p, keyingisi qiyinlik. Qiyinlik darajasi qiyin emas, oson, sababki siz o'zingiz qo'l bilan ish qilyapsiz bu yerda. Qo'l bilan ish qilganingizdan keyin, misol uchun, mijozning ishi katta ehtimol bilan bitadi, chunki o'zingiz aralashyapsiz. Keyingisi vaqt erkinligi. Vaqt erkinligi 5 dan 3. Yana boyga emas, siz o'zingiz ishlayapsiz mijozlar bilan. Riski past, sababiki bu yerda o'zingiz ishtirok etyapsiz. Kimga mos? Misol uchun, o'zim ishlayman, jamoa boshqarishni xohlamayman, katta effektivlikda ishlayman deganlar uchun barqaror ishlasa bo'ladi. Xo'p, keyingi model revenue share, revenue partner, ya'ni misol uchun savdo qilasiz, savdodan olasiz. Bu ham juda ham zo'r. Foydasi juda ham yuqori. Scalability'si 5 dan 3, sababiki siz unaqa ko'p loyihalar bilan ishlay olmaysiz. Xo'p, qiyinlik darajasi 5 dan 3, bu ham faqatgina o'sha o'zingiz ko'nikmalaringizga ko'ra qiyin bo'lishi mumkin. Misol uchun, endi bu yoqda real ish qilish kerak, ajal продаж degan narsalar bor. Bitta narxi, buni hamma narsasini o'z kontrolida ushlashingiz kerak bo'ladi. Vaqt erkinligi 5 dan 3 bu ham, risk 5 dan 3, ya'ni o'ziga yarasha riski bor, lekin daromadliligi ham yuqori. Misol uchun, siz ma'lum bir xohlasangiz ma'lum bir summani oklad olish, fiks olish ehtimolni hisobga qo'ygan holatda unaqa ko'p riskli emas. Xo'p, kimga mos tushadi? Targetologlar, marketologlar, misol uchun realni o'zini biznesini keyinchalik o'sha o'zini biznesiga o'tib ketmoqchi bo'lgan odamlarga juda ham mos tushadi. Xo'p, hozir sizga bir qancha misollar beraman. Bu juda ham yaxshi model, sababiki mana misol uchun o'quvchimiz Samarqanddan Asilbek aka, bular oldinlari o'sha SMMga marketing xizmatini ko'rsatardilar. Keyinchalik o'sha loyihadan, ya'ni o'zigina bitta loyihalari bor, kiyim, kechak, sumka shunaqa narsalar sotish bilan shug'ullanishadi. Ularga performans qilganlari natijasida misol uchun 100 mingdan ko'p savdo qilishgan, oylik 100 mingdan ko'p tizimda savdo qilishgan va buni evaziga butun boshli usluga bo'yicha agentliklar topadiganlardan ko'proq daromad qilishligi mumkin bo'lgan. Undan tashqari mana Nuriddin aka bular umuman misol uchun ko'proq video bilan shug'ullanganlar, ya'ni misol uchun o'sha fikr yetakchilari podkastida video operator yoki bo'lmasam prodyuser bo'lganlar u yoqda ham, lekin unda monetizatsiya qilish yo'li bo'lmagan. Ya'ni o'sha revenue share modelda share bo'lganlardan keyin undan keyin o'zlarining produktini, safarlarini, turlarini, avtorskiy turlarini tashkil qilishdi va bu turlarni sotuvidan tabiiyki o'zlarining katta ulushlariga ega bo'ldilar. Jamshid aka Hasanov. Jamshid aka umuman boshqa sohadan kirib kelganlar, ya'ni o'qituvchi bo'lganlar. Kimyo o'qituvchisi bo'lganlar. Kimyo o'qituvchisi bo'lgan holatlarida keyin fix marketing usluga sotganlar o'zlari ishlayotgan joyga, undan keyin ular xususiy maktabga taklif qilishgan. O'sha revenue share modelda, hozir ham xuddi shu modelda ishlaydilar. Misol uchun daromadliligi ancha yaxshi. Undan tashqari bitta loyihaga fokus qilib ishlashga vaqtlari bor. Asad Usmonovich. Bular ham kelganlarida misol uchun agentsiyalari bor edi, fiksiga uslubi ko'rsatadilar. Undan keyin bitta modelni o'zgartiradilar. Bitta klinika bilan ishlaydi. Klinikaning daromadliligini, misol uchun oylik savdosini 1 milliarddan tepaga olib chiqishgandan keyin o'ziga yarasha, misol uchun o'zigini ulushlarini olishga erishdilar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu siz agarda skill setga ishonadigan bo'lsangiz, bu model juda ham zo'r, bu modelni ham tanlashingiz mumkin. Premium freelancer da misol tariqasida aytib o'tib ketaman. Umidjon aka, buni endi ko'pchilik hamma taniydi, targetologlar. Target uslugini 3 ming, 4 ming, 5 ming deb chekka sotadilar. Buni sababiki aynan o'sha targetda o'zligiga kerakli bo'lgan klientlar bilan ishlaydilar. Ya'ni bu modelda ham ishlab yaxshi daromadli qilish mumkin. Misol uchun, qurilish klientlari bor, har xil yo'nalishda klientlari bor, ularga yaxshi chekda xizmat ko'rsatadilar. Keyingisi prodyuseriyga o'tsangiz bo'ladi. Misol uchun infoprodyuseriya. Bular ham juda ham yaxshi daromadli soha, shaxsan o'zim shug'ullanganman. Ko'rib turgan, endi ekranga chiqarib qo'yishadi bolalar bilan zapis bilan qilganmiz. Undan tashqari bu ham zo'r yo'nalish. Misol uchun meni o'quvchim bor, Alixo'ja degan bola bor. U targetolog bo'lib ishlaydi bitta zapis loyihada. Undan keyin o'zligi loyiha qilib prodyuser bo'lib, shu loyihani ob'yemini ham 40% ga oshirishdi. Endi 100 mingdan 140 mingga oshirishdi. Undan tashqari u yoqdan kelayotgan daromadlilikdan ham o'ziga yarasha komissionnisini oladi. Ya'ni bu ham juda ham yaxshi model. Endi faqatgina
foydasi 5 dan 4, sababiki siz zapus qilayotganingizda misol uchun 3 oyda bir zapus qilishingiz mumkin. Endi agar juda ham ko'p ishlasangiz, ko'p zapus qilishingiz mumkin. No, zapus shunaqa narsa. Scalability'si yuqori, ya'ni ko'p sotish mumkin. Misol uchun trafik tiqib ko'p sotish mumkin, sababiki bu uni vaqtga bog'lanmagan. Undan tashqari video darslari ekspertga yozib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi qiyinlik darajasi 5 dan 4, o'zgarish risklari bor, o'zgarishi katta ekspertni talab qiladi buni amalga oshirish va yaxshi natija qilish mumkin. Vaqt erkinligi yaxshi, lekin faqatgina siz bir mijoz bilan ishlayotganda o'zingiz his qilasiz. Undan tashqari jamoat tuzadigan bo'lsangiz vaqtingiz erkin bo'ladi, agar jamoat tuzmaydigan bo'lsangiz vaqtingiz unaqa erkin bo'lmaydi. Xo'p, riski 5 dan 4, sababiki endi ekspert bilan ishlayotganingizda har xil risklar bor. O'zingizda uni loyihasiga siz pul tikishingiz kerak bo'ladi, vaqt tikishingiz kerak bo'ladi. Shunga yarasha, конечно, prosentingiz ham yaxshi bo'ladi o'lishingiz, lekin natijaga olib chiqqanda o'ziga yarasha risklari bor. Bu yoqda kontent yaratishni yaxshi ko'rsangiz, agar organik trafik bilan yaxshi ishlasangiz, auditoriya yaxshi olib kirishni bilsangiz yoki bo'lmasam отдел продаж raqamlar bilan yaxshi ishlasangiz, bemalol bu yo'nalishdan ham ketishingiz mumkin. Xo'p, yana bitta misol, Suhrob aka borlar, bular endi u ancha oldin birinchi potokda o'qiganlar, lekin shu undan oldin ham kurslar bilan shug'ullanganlar, o'zigina uchirim sentr bo'lgan onlayn. Keyin yo'nalishlarni sal o'zgartirib, infoprojektsiyaga o'tganlar, hozir misol uchun stabil 1 milliard объем продаж qilishadi, endi ko'p zapus qilishadi lekin. Keyingi yo'nalish, endi hamma bilib turgandek, o'zingizni uslugalaringizdan agentство qilish, ya'ni misol uchun bitta uslugaga ixtisoslashasiz, o'sha ixtisoslashgan uslugingizni ko'p kerak bo'lgan odamlarga sotish mumkin. Misol uchun target bo'yicha bo'lishi mumkin, shaxsiy brend bo'lishi mumkin, yoki umuman sayt bo'lishi mumkin. Endi hozir sayt uncha aktual emas, sayt bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zingizni uslugingizni agentство qilishingiz mumkin. Misol uchun mana Jodat targetologida kamroq reklama ishlaydi. Hozir misol uchun komanda qilgan, kichkinaroq, lekin juda ham ko'p reklama ishlaydi, 10 tadan ko'p. Bundan tashqari Kamoliddin aka oxirgi potokda o'qiyapti. Oxirgi potokda o'qib yaxshi natija qilgan. Hozirgi kunda 24 ta loyihasi bor. Bu o'zini aytishi bo'yicha. Misol uchun odam olgan komandaga hozir. Odamlarga nechta? 6 ta komandaga odam olgan, ularga o'ziga yarasha she'r beradi va umuman 24 ta loyihani boshqaradi. Xo'p, Umidjon aka Umidjon akani o'zining agentsiyasi ham bor. Misol uchun premium uslugadan tashqari bolalar ham qilib bersa, anaqa summa deb alohida sotadi. Amirxon aka ko'pchilik taniydi, u ham target bo'yicha agentsiyasi bor, target bo'yicha uslugalar sotadi. Xo'p, Xushnud aka, Shahriyor, Abdulaziz aka, bular hammasini o'zining agentsiyasi bor. Yaxshi daromadlilikda ishlashadi. Endi bunaqa misollarim ko'p, prosta misol uchun aytmoqchi bo'lganim. Bu ham sizga eng oson yo'l daromad. Misol 1000-2000 atrofida bo'lsa, ancha kattaroq scalable, yaxshi biznes tomonga aylantirishga. Endi 6-bosqich, eng katta bosqich. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bu siz qilayotgan ishingizni stabil qilishingiz va yaxshi qilishingiz. Agar siz shu 4 yo'ldan bittasini tanlab, uni ustida ishlab, 1 yil, 2 yil davomida ishingizga mehr berib yaxshi qiladigan bo'lsangiz, sizda bozorda reputatsiya yig'iladi va o'sha reputatsiya yig'ilgani sizga ertaga katta cheklar olib kelishi mumkin, katta imkoniyatlar yoki bo'lmasa katta sherikchilik takliflari olib kelishi mumkin bo'ladi. Va aynan shuni orqasidan siz ko'p daromad ishlaysiz. Masalan, o'zingizni darajangizni, pozitsiyangizni bozorda aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Eng muhim bosqich bu 6-bosqich, ya'ni loyihalarni oldingiz gaplashishingiz qilyapsiz, uni yaxshi qilishingiz, qanchalik aytilgan narsaga, misol uchun planni qanchalik bajarishingiz, o'zingizga qo'ygan planingizni qanchalik bajarishingiz. Bu compound growth bo'ladi, ya'ni misol uchun klientlaringiz ko'paygan sari u klient keladi, to'g'ri? Misol uchun birinchi bitta odam bilan ishlasangiz, u 5 taga tavsiya qilsa, 5 tani zo'r qilib rozi qilsangiz, u 20 taga tavsiya qiladi, yoki bo'lmasa 25 taga tavsiya qiladi. Ya'ni shunaqa qilib compound bo'lib ketadi, bozorda sizning nomingiz misol uchun ketadi, reputatsiya sekin-sekin yig'ilib ketadi. Bu ko'nikmalar shu tepadagi to'g'ri yo'lda ishlashingiz uchun ba'zi holatda fundamental ravishda tushunishingiz kerak bo'lgan ko'nikmalar. Shularni o'rganing, shularda ustida ishlang, bemalol o'shanda o'zingiz bir to'shingizga yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda kimdir oranglardan, "Yo'q, men misol uchun mentor bilan ishlamoqchiman, bu yo'l davomida tizimlashgan qanaqadir strukturni bitta holatdagi bilimlarni olmoqchiman va har doim so'rashim uchun menda odam bo'lishini xohlayman" deydigan bo'lsa, ko'pchilik biladi, menda mentorство bor. Mentorstvoga quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganlarga aloqaga chiqamiz. Imенно bu sohaga yo'nalishga to'g'ri kelgan odamlarni tanlab olamiz. Tanlab olamiz deganda qanaqa? To'g'ri kelmaydiganlarni chiqarib tashlaymiz. To'g'ri kelganlar bilan birga bir
diagnostika, sozvon yoki bo'lmasam umuman sizni og'rig'ingizni, sizni kutilmalaringizni qo'ygan holatda batafsil informatsiya berishadi bolalar. Bemalol u yerda qatnashishingiz mumkin. Sozvonni misol uchun konsultatsiya sifatida qabul qilishingiz bo'ladi. Ko'rishguncha.